Assalomu alaykum hammaga. Ana akkurat nishga bitta bog'o berib qo'yasizlar. Отопление tomdan o'tgan podachi turbalari. Почти bitgan holati. Bu yerga qo'yilgan katyolimiz tayyor bo'ldi. Birasida sekin ko'tarilyapti. Mana shuni ko'ryapsizlar. Двойной oddiy katyollardan farqi bu yerda. Yana bitta katyolchasi bor. Mana bu yerga olasaga garilga qo'yib qo'ysa ham, gazozda ham ishlasa bo'ladi. Hozir ko'mirda ishlayapti. Xizmatlar bo'yicha pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar.